Salam, pişirib qo'yib dars to'pidagi barcha azizlar. Hozir qo'yib qilgan darsimiz lavashi. Bundan ketilgan materiallar 500 gram un, 150 gram sumay, 30 gram şeker, 10 gram ichitqa, 5 gram tuz, 1 dona tuxum, 50 gram qatiq, 175 gram su, ıssiq su. Sırttığı xemir jug'ur bo'lgandan keyin ishlatilgan seriq mayimiz 150 gram. İchiga muvofiq miqdorda o'rik qiqi, o'rik murabbasi, olma murabbasi ketadi. Bu bilan unimizga ichitqini, tuzimizni, shekarni, shu narsalarning hammasini biroq to'kib, suv, sumay, tuxum, qatiq hammasini to'kib xemir jug'urib olamiz. Mana bu xemirimizni tayyor bo'ldi. Bu xemirimizni tug'lak yeyib, uy haroratida erilgan seriq mayimizni shunday surib, yutaz turgandek turib olamiz. Mana shuni hammasini mushtaq burab, yutaz holatga akilib, buni uzilib, 20 gram atrofida. Buni andan to'nglatgandan keyin to'nglaydigan yerda shu ichidagi may qetishgacha to'nglatib olamiz. Bu xemirimizmi maylari qetishib, nim qildi. Endi bu shunchalik holatda ichib olib, biz shu murabbarimizni ichiga shunchalik holatda silib, mana shunday holatda qatlab, shu kesish qilibimizda kesib olamiz. Mana shu holatda besimizni o'tiraqlashtirib olamiz. Mana bu lavashlarimizni pishib chiqdi. Shunday qat-qat holatda, mana shunday yaxshi yemekliklardan o'zinglar chiqarib, pishirib sinab baqsanglar bo'ldi. Tushunmagan yerlar bo'lsa so'rasanglar bo'ldi.